G'uljiga ish yurganga keldik bugun. Mishaga kelsa G'uljiga hisoblatma mash qilma. 100 numarni qo'llagan puti eli xalqiga mulozimat qilib keldik. Nega boshlasanlar shu yerda ishlaymiz. Hech kim maslahatcha qilib boshlansa. Ajraqdan kelganlarni chimg'i boshladi. Bak yomon bir qo'l hunarvachili ekan. Sen ham doyom ketib qoldi deb qarab. Ajab chiroyli qilib chiqmaylar. Sizlar tozaldinglarmi? Ha, biz maxsus tozalaymiz. Kunduz men tozlaymiz. Kechda haqni yanchodik pulda. Qadab olasiz. Teshikmi? Yaxshimizmi? Hamma yaxshi. Voy, xonadonga yaxshidingmi? Yaxshimmi aka? Mo yaxshiroq akamiz ekanda. Biz qo'l tikka oyoqlar. Mush oyoq tikilganda 30 yil o'g'ayog'im bor. Bu terzaotning Allohning kimizga oyoqlar. Men Marks Mandaka 30 yil burun oyoqlar. Nech pul bu? Sotmaymizda. saqlab qo'ydik oyoqlarni. Ha, bu sotmaydigan oyoq. Men saqlanib qoldim. Ma oyoqlar kiyilgan oyoqlar. Mush oyoqlarim 30 yilda oshqa oyoq. Buni sotmaysizlar? Buni qo'yib qo'yamiz. Bu oyoqni muzikanda hisoblayapti. Bu malani setildi oyoqlar mana bu. Oldigan neytan olsa da qo'yamiz. Bizcha G'uljiga embi keldik, mush G'uljining oyog'idan boshlab to'paga chiqarib. Dushman oyoq qaraydi dedi. Bu bir san'at bo'lib ketibdi hozir. Sizmi san'atkor ekansiz? Latar o'ynaydigan Ha, G'uljida umumiylik o'riqlar sal jiqmi qanda. Bu 2 yilda bir narsa bek urg'ildi G'uljiqlar. Kim turib yiqinglar? Ma akimizning eshigi ochib ulgurmaydi mana. Mana bo'ylab baqsam qo'lan chiqmaydi sen. Buni kiyib g'az-g'az qilib mansub. Ha, Anvarning o'jurisi-mi? Nima xayrli kechda bir kirkasin. Ziyod semizlar yo'q kelmaydi. Ayliq go'shaydigan vaqt yo'qda. Kechalik ishchisi. Ma oyoqni hozir 63 yoshga kirgandim tikib. Akimizning uyiga barg'il bo'lamdi demoqchi. Bo'ladi. Binoviy emas-ku? Yo'q, pinpon. Bu akamiz 60 necha yosh kirib oyog'ini tikib pinfon o'tgan, sizlar setib lufon chiqib qoldinglar. Qo'lida oyoq tikadiganning uyigacha berib Shakamiz. olasiz. Qo'ydik, hammaylar siz tikka oyoqni kiydi. Ha, kiydi. Men o'g'alman. Ha, kelsa o'g'il. O'g'al sal xoin chiqib qoldi. Siz tikka oyoq emas-da bu? Yo'q. Sizdan tansoringizga. Undan bularni. Biz tilpun misha qo'yib, misha qistirib qo'yib ko'rmash. Aktiv nimlar o'chiq ko'rmaychi. Bizni ko'raverib aka oyoqni manda tikib qo'yib. Osh oyoq tikadigan xurumlar. Ha, Yaqin jin xurum aka bir ko'rib bakamsiz? jinxurumki? Ot xurum. Ot xurumi. Ot xurum yaxshimi? Yaxshi. Shuni kushallaydigan bo'lib qolsin deb. Shu ma'nosi manda qilgan bo'lib qoldim. Shu bolalar o'shini kiyib o'lsa, kelgusida put og'rimaydi, bel og'rimaydi hozir bolalarniki. Hozirlashim hammasi bolalarniki bel og'riydigan, put og'riydigan, sovuq talaydigan ishlar hammasini bo'ladi. Mana mushkil men put og'rimaydi. Ajab deb ketdingiz aka bizga. Laptop bo'yni qisib turib ketdi. To'yisini o'tkazma, yozliqni ushusini o'tkazma. Ularning natijasi satsa o'zining ishida u. Tanglik markalni bayqilib vermay. Shu rasmiy payda qildi, menda jing materialning narsa keymamdiq deyman. Tuqqanlarimiz, dadillarimizdagi odam tik yutibdi mana. Bu qo'l hunarvani qadr qimmat bo'lsin. Men oyog'im qarab natija rasmikin topalamsak. Ammo bag'ayalarini bilib oladi. Mashinada tikkan oyoqli qaragan bekrak chiqamcha bo'lamda. Bo'ladi. Bu nusxaning qiliblarmi bu? Ha, nasqini. Xirimni manda qilib nusxa keltirib ekanmiz mana, ko'rdingizmi? Bu yozdiq oyoqmi qanday? Yazdiq oyoq. Hozir bunda bizda yoshlar yo'q ekanda oyoq tikiladi. Mush filmni ko'rganlar, mush qo'lda tikkan oyoqni kiyaychu desa, bo'ladi davomli. Yaxshi yamanib og'riyapmisa, Revmatizm bo'ldi. Tutqu ziyon qilmaydi, revmatizmdan oldin oladi. Shu tushunish hosil qilinmadida. ya buni ma foydali tarafini bizmi endi bildik sizda anglab. Bizdaklar kelib deyish kerak-ku buni. Lekin mana asti chami xirim emas-da. Yo'q. Ha, shu o'xshash ziyon qilaverdi u. Shundaymi? Ichiga lamda bir chamsilib etsangiz bo'ldi. Gayjon qilgan gapganda buni. Ha, shu yanchi olmaydi ava. Biz mana lot oyoqlarni kiyimiz, putimiz kemirib, panjimiz unda yong'in chiqdi. Amaliyotda men oyoqlar putni o'ngshaydi. Uqmaydiganlarmi balki qo'l tikka oyoq desa. Tapan degan juda eng yiqiy yadaymiz hisobda. Tapandan o'tgan suqa uduldan baradi. To'g'ri, davoxona atsam to'plamdan yurgan bir yadil chiqdi. Bo'ldi. Sizlar do'yinonni qo'yib qo'yinglar. Biz cho'qim qo'llaymiz buni. Avar qildik hamsa. Rahmat. 2 yil burun qo'llagan bir akamiz bor. O'zining faqatli xabari yo'q. Kirib qo'q tutaylik. 2 yil burun do'konda o'tkazib o'tdi desa. Biz yo'qdek turamdi. Ne ketdi? Ha, chapog'ini do'kon chiqdi. G'uljiga kelsak avval xiromni gündik emas. Tarkib qilganda bu. Tarkiblar kamardi. Mushta tarkib qilgan chapallar olib qolsa osh bo'ladi. Kangirib ketganiga mashikimiz bor. Bumi siqmamda chapallarmi? Hozirimiz siqtirdi, bugun kiyib qashamiz. Biz 2 yil burun kelib film tatgansiz bormi yo'qmi? 2 yil Shu oliyib qarab sizganda Cho'ng kap qolgan o'rga kichik iltisizlar, kichik kap qolgan cho'ng aytisizlar. dal kelganini-chu. Kelgan tazalab beramiz. Bir esa Urumchida. Urumchi ag'ash ketyapsizlar. Ha, ketimiz. Opirib beraylik. Men birdan turibsan, egisini ag'ash kelimiz. Bu yer eng qimmat narsa qolsa hozir. Nurka shu.
Qimmat mushukimizda qo'y. Baş Loben'den ügengen mi özünüz bilem tamam. Ben başla ben de öğrendim. 18 yaşımda gelip. Boshqarib biz o'tirib Ya bu şey bu ne evvelden hemiz çakçak çıkar ucuda. Ya hamma odam chaqchaq. Shu biz bekor aqi. Ya bu Baş Loben'den haberi yok bu film tatip yolu verse kapılap kalamıyor. Aldın gittin biz film tatip verip bir ayga çıkıp aldıraştırdın da. Ben şimdi ayıcı aldıraşmam. Shu ma akalarimizni ish besiliblar, biz kelsa xapilab turibdi. Biz masa yüz gilenmeyimizmiş. Özenli keymeyislerde qarab turayverib. Bular Ay yolda mansağımı tikiliştaz yaxşı emas, qırum japanını ko'rsan, ha deb qo'yib ketsa-da. Ilaq bir azan chapani kerlab, kiyib mang'allab. Ashlar chashni yetib qo'yamsan bunda oldida. Altida nima yo'q. Jaxurumbek jiqqu. Taxminan necha metr yerdan bilalaysiz jalig'ini? Qolmaysan. Benzini qarab bilginim mayda tuttum. ama eshitib chapanlarni yamasdan ko'rib oldim. Da qarab o'g'ilgan chapanini bilalamsiz aka. Degan bir skriptga dum oldim. Amay chiqarib o'tgan. Da jinxurum bilan jaxurum qanaqa qitimiz? So'zlidir bek. Siliq bo'ladi. Mafhumlarda tasavvur tegir. Jankonni ko'rdimi? Ba. Ay chapanlarni kiygiz aliqi o'zi yaxshi ko'rganlarini qilib bo'lsa birinchi sizlarni kiyinglar deydi yanpan qilib kesin deydi. Keyin shu oldi. Ya oxirda kirasini tanib sog'izib ol deydigan yeri bor. Ya rast kelsak bulamda bu yerda 18 adam bor. Mayli mayli ona bizga bo'lsin mayli. Bu yer bir yo'liqroq bir suvaka aka, ashuni men kiyaymi kelgan. Siz o'zinglar qaysini xohlasanglar bo'ladi juma chapanchaq. Bu necha vaqtdan keyin sevitimiz aka uni? Boshlo ben Jankonni ko'rib qapti bizni. Ahmad aka deb jankon qarab qo'yamdik. Kiyib, tanlab. Ha, Jankon bir chapandan yengida. Biz eketmaymanda model men berla. Paltonu. Vanxon qizlarning tug'ilgan kuning basam. Paypaxta bir tashlab. Ama sen sorunda chapa uxlab ketding. Kallugan. Eng qimmat chapa qaysi kamshadi? Ya baqsaka. Bek cho'ngmi ma u? Mana odamning qo'lini qisib ko'sib qo'ygan ma. Mana naqsha sanlama adash. Vali motorlarni ochqamaydi. Ha, sizga men chapani beray, yo'qolib ketamsiz. Mush birodarlik bir chapan ilab aqla. Mush o'rg'liq chanmaydigan chapanni mijnonli. Ya ma baliq kilga kim bor kelmaydi. Burash qilibsizlar cho'ngdodan. Ma balni chaka yotqizib birini tikib beraman. Yo'qaroq chashqandan qurumimiz. Ya bu bir qarsanglan bu xirim kiyim bek qimmat ko'rinadi. Anvarning bosi o'sib ketdimi? Pachani o'sh qisib setaman. Amma keldi-ku. Ha, keldi. Ha, ma bo'ldi. Bütün g'uljiqqa kelganlar shunda g'uljining yerlik mahsulotini sinab yiqilgan. Har danglik marka pulimiz ketavermisin, o'zimizning dadisdagi adamni tikidi ekan, shunda yarishid ekan, qimmat emas ekan. Yana 2 yildan keyin kelimiz. Ahmadchama chapandan to'g'ri keldi kiyinglar. Ya chaqchaq qo'ydik, ya. Cho'ngdut xirim chapan kiydik, sharoit yo'q. Rahmat.